Xuddi Rasululloh meni quchoqlab turibdi-da, Said Abror qo'y, hammasi o'tib ketadi. Kuyinma bu dunyoni tashvishlariga deyotganday bo'ldi. Tasavvur qiling. Agar payg'ambar alayhissalom bir soatga uyingizga mehmonga kiraman desa, nimalar qilgan bo'lar edingiz? Qanday ahvolga tushardingiz? Agar bir kun uyingda tunab qolaman desachi, agar bir oy uyingda mehmon bo'laman desachi. Bir tasavvur qilib ko'ring-a, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tiriklar va bir oyga uyingizga mehmonga kelyapti. Bir oyga. Hozirgi holatingizda, hozirgidek video qilib, musibatlaringiz, muammolaringiz hech hayolingizga keladimi? Yo'q. Agar payg'ambar alayhisalom meni bir soatga, bir kunga emas, bir daqiqa payg'ambar alayhisalomni yonida turishlik imkoniyatim bo'lsa, men yuragim yorilib ketsa kerak quvonchdan deb o'ylayman. Bugungacha payg'ambar alayhisalom haqida o'qigan kitoblarimni hech biri meni yuragimni larzaga solmagan. Ko'zimda yosh bilan o'qimaganman. Ishoning, hozir bitta kitobni o'qib tugatdim. Ahmad Shuqayriyning Habibimiz oramizda bo'lsalar degan kitobi. Rostini aytaman, hozir ham videoga olish uchun ko'z yoshlarimni artdim. Hech bir kitob meni unchalik yig'latmagan. Hech bir kitob. Ishoning, umuman bu kitobgacha bo'lgan paytda men payg'ambarimiz haqidagi kitoblarni shunchaki o'qib o'tib ketgan ekanman. Lekin bu kitobda payg'ambar alayhisalom bilan men gaplashganday bo'ldim. Xuddi Rasululloh meni quchoqlab turibdi-da, Said Abror qo'y, hammasi o'tib ketadi. Kuyinma bu dunyoni tashvishlariga deyotganday bo'ldi. Tugaydi hammasi bolam, ummatim, Said Abror, biz birgalikda jannatga kiramiz deganday bo'ldi. Va sizlarga ham ilindim shu kitob. O'qib chiqing albatta. Inshaalloh jannatlarga birga kirish nasib etsin payg'ambar alayhisalom.